Men shu Dubay kelganimda aka shunchalar osh bo'lganman aka. Shunchalar osh bo'lganman jarga aka. Shunchalar menda motivatsiya bo'lganki, u vaqtda aka Alloh alam balki bo'lar, lekin meni o'ylashimcha u vaqtda aka men hech kimga yutqazmasdim deb o'ylayman-da. Hmm. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Xo'p, bugungi bizani mehmonimiz, onlayn mehmonimiz Feruz aka Usmonov. Akajon, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum aka. How are you, my bro? All good, all good. How about you? Yeah, man. How are you? Good, good. Do you right now? You're good, aka. Good, good aka, always good. Xo'p, endi akajon, bu 10 savol loyihasi edi. O'sha akkauntni yopilib ketgandan keyin bo'ldi, o'zi Muslimbek Rizo bo'lib qoldi. Xo'p, hamma bilan suhbat qilganda shu savolni beraman. Agar boshqa joylarda aytgan bo'lishingiz mumkin. Bizlarni ham ro'yxatga aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Boshlanish karyera nimadan boshlangan, necha yoshda boshlangan, kim olib borgan, qaysi sport bo'lgan? Bizda aka boshlanish karyera 5-sinf tugatganda, 6-sinf o'tganda aka men uydagilarim, dadam, onam Qashqadaryoga aka Flash futbol sport maktabiga berishgan aka. O'sha yerdan boshlaganman-da sportda. Shankentga berishgan sport karyera o'sha vaqtdan boshlangan. Undan keyin Flash o'rganman, o'sha milliy Flash, Tushida, Greta, taxminan 8 yilda Flash o'rganman. Undan keyin tirikchilik, oila, sport tashlab ish boshlaganman. Undan keyin yana sport boshlaganman. Erkin kurashga qaytganman aka. Erkin kurashdan boshlaganman qaytib. Boshqa sportdan boshlaganman-da. Erkin kurashga qaytganman. O'sha erkin kurashdan rosa harakat qilganman, o'sha olimpiadaga tushaman deb. Lekin nasib qilsa agar qiyin sport juda ham. Yaxshi o'zlashtirganman erkin kurashda. MMAga qarab kirgansiz. MMAga o'zi aslida men erkin kurashga borish niyatim o'sha MMAga o'tmoqchi bo'lib, qarasam Emelianenko, o'sha Habiblar ilk boshlagan vaqtlar edi. O'sha oyim fakiradi, eftari. O'sha vaqtlar kurash ommalashgan vaqt edi-da MMAda. Kurash kerak ekan, bilish kerak ekan deb o'sha erkin kurashga borganman aslida. Undan keyin o'sha erkin kurashni o'zi yoqib qolib, o'sha erkin kurashni o'zida qilib ketganman-da. Ancha 6 yil bo'lishgan erkin kurashda rosa harakat qilganman, olimpiada tushaman deb. Endi bu shunaqa qiyin sportga erkin kurash baraka topkurlar nasib bo'lsa. Undan keyin jiu-jitsuga o'tganman aka. O'sha bora MMAga yaqinlashib ketaverganman-da. Jiu-jitsuga o'tganman, keyin jiu-jitsu jahon kubogiga o'tganman aka. Ustozim Otaga Ablakulov, Alloh rozi bo'lsin. O'sha yerda kurashchi bo'lgan, keyin jiu-jitsuga o'tib, jiu-jitsu musobaqalarga yetaveradi-da hozirgacha. Yetaveradi-da. O'sha kishi jiu-jitsu o'qiyapti. Ilk kurashdan matolarni to'plab berganlar. Boshqa darajadagi sportlar. O'sha sabab erkin kurashga keldim. MMAga bir qadam yaqinlashdim. Jiu-jitsuga keldim. Yanada yaqinlashdim aka. O'sha qarasam, ushmasam bo'lmaydi aka. Juda yaqinlashib qolyapman-da. Sekin birinchi o'sgan sportim jiu-jitsu kombat bo'lgan aka. Jiu-jitsu kombat. Undan o'sha borganman aka, faqat bitta bozorlarga. Men ishga boshlaganman-da. Dubayga borish qanaqa bo'lgan tarixi? Dubayga borish tarixim aka bizga juda ham toza bo'lgan. Men o'sha MMA Olimpiadalarda O'zbekiston chempioni bo'lganman aka. O'sha vaqtlar yigitlar birinchi nomer edim aka. O'zbekistondan ancha yurganman-da. Mana tutib jahon chempionatiga tutib. Jahon chempionati cho'zilgan, Osiyo chempionati cho'zilgan, keyin va prof boshlaganman. O'sha vaqt rekordda keyin bo'lgan, prof boshlaganman. Undan keyin men niyatim ham bo'lmagan Dubay degan aka. Umuman BMM kelmagan-da, hayotim bir chekkasiga ham kelmagan Dubay kelish. Ustozim o'sha Otaga Ablakulov, Alloh rozi bo'lsin. Zalga borganman.
Dubay ketsachi deganlar. Hech ustozga gapirmayman. Hech biron marta даже o'ylab ko'rmaganman-da. Bular ustoz deganman. Anda Dubay ketsa deganlar. U ustoz deganlar. Nima uchun sizga Dubay borish tavsiyasi berildi va nima ish qilasan degan maqsadda Dubayga jo'natilindi? Missiya nima edi? Maqsad aka, aslida men Tailand ketmoqchi edim. Tailand ketmoqchi edim. Zo'r yoshlarda borib o'rishib, shu yerda karyera qilmoqchi edim. Ustoz aytdilar, Dubay ketsangchi, Dubayda ham yaxshi sport, UAE sport, UFC'ga eshik, masalan, UFC'ga yaqin ko'p jangchilar kelgan UFC'ga deb aytganlar asosan. Sharoit, nimalar ko'p, o'sha UFC ko'p keladi. Boshqa arab amadlarga deyapti. O'sha sabab sport karyera uchun kelganman-da. Aka men trener qilsam hayotimda o'chirgan kelmagan aka. O'zi shug'ullanib UFC'ga o'tish maqsadida Dubayga borgansiz-da. Shunday aka. Keyin biletni olganman aka, viza qilganman aka. Ustoz aytdi, ustoz bitta gaplari bor-da. Esimdan chiqmaydi. Ustoz kimlarga to'g'ri deganlar ustoz? Shu tanishlarga iltimos qilganlar, ular javob bermay qolishdi aka Telegramda. Yozdim, javob bermay qoldi. Keyin ustoz Allohga ishongan odamlar-da. Ustoz aytdilar, Alloh. Biz Allohdan iymon keltirgansan, siz dedilar. Mas'ul bo'lasan dedilar. Sen arasang kelaverasiz. Dubay arasang bo'lsa, borasan. Sen agar aytib berish bo'lsa, sen qo'shilgan bo'lsa, davom ettirib ketaverasan yo'limda deganlar-da. Menda masalan aka bunday sponsorlarim bo'lmagan, o'zimda akalarim bilan shu xarajatlarni berib turadigan o'zlaridan orttirib, ularni bunday boyvachcha emas aka. Keyin kelganman, Allohga tavakkal qilib aka. Biletni olganman, viza olganman, u vaqtlar viza edi. 2 oylik vizani olganman. Keyin biz bilan bir mashg'ulot qiladigan boksyor bola bor edi. Boksyor akamiz, Farg'onalik. O'sha akamizga yozganman. Aka, Dubay boryapman, shu o'zbeklarda Husan akalar zali bor ekan. O'sha zaliga bir olib qo'ysangiz, agar vaqtingiz bo'lsa, yo'l-yo'riq ko'rsatib yuborsangiz, qanday yashash, qayerda yashaladi, qaysi tomon arzon, zalga bormoqchi edim. O'sha yerga borib ko'rmoqchi edim. Agar ular qabul qilsa yaxshi, qabul qilmasa keyin boshqa zalga ham boraveraman deb aytgandim-da. O'sha yozganman. O kishi G'alabzal do'stim nomerini bergan. Erkani. Erkan salom alaykum Nurlan akam, boshqa bo'lgan, endi Erkan boksdan chiqqan-ku. Bir tanishlar ekan-da. O kishi ham Mirzam do'stimdan nomerini bergandim. Keyin yozdim, nazarga yozdim. Mo'lja aytib qo'ygan ekanlar Mirzamga. Shunday bilet olisizmi dedi, oldim dedim. Kelish qachon dedim, o'shancha kun boraman dedim, bo'ldi, kelaverim dedi. Tushuntirdi. Endi Dubay vizasi ekan, inshaalloh bir kelsangiz ko'rasiz o'zingiz ham. Metrodan tushasiz aka, aeroportdan tushasiz. Dubay vizasini aeroportdan tushasiz. Aeroportdan tushganingizda aka, aeroport ichida metroga, o'sha metro bor-da, aeroport ichida. Agar boradigan adresingiz aniq bo'lsa, oltida metro bo'lsa, qiynalmasdan aka topib kelasiz-da, birinchi vaqtda bo'lsa ham. Xullas bir amaldan tekis topib bordim aka tekida. Topib bordim, keyin bor resepsiyaga borib aytdim, beplan ko'rsatdim. Beplan kankasi o'zi chiqib qoldi ekan. Keyin xullas shu bilan hayot boshlanib ketdi Dubayda aka. O'sha kelgan vaqtim aka, kelgan vaqtim Instagramda kuzatib yurgandim-da. Dubay kelishimdan oldin Hamzatdan kelgandi Dubayga. Hamzatdan Dubayga kelganda men aytgandim, mana shular bilan to'g'ri kelib qolsam zo'r bo'lardi, komandasiman degandim. Chunki o'zimdan ko'rdim, bilaman nima aka. Da. Ko'rsh tomondan boshqa tomonlama aka. Sogada ham o'qish bilaman aka. Endi jazoir bo'lmasa ham raqibga qiyinchilik tug'dira olaman-da aka. Da. Keyin Kankasi o'sha men kelgan vaqt Hamzat komandasi ham kelgan ekan aka.
hamda komandasi kelgan. Belgilisida ham bolalar bor ekan. Biroz olib joylashtirdik kvartiraga, zalni ko'rsatdik, so'ngra mani tanishtirdi. Keyin mashg'ulotga chiqib boshladim aka. Endi birinchi kun kelganman, kurash kuni kelgan ekanman. Endi kurash men kuchli tomoni kurash aka. Juda shkola ham bor, erkin kurash shkola ham bor aka. Jiu-jitsu ham qilganman aka. Kurash tomonidan muammo yo'q umuman. Jiu-jitsu qilib bo'lsa ham aka, World va jahon chempioni bo'lsa ham aka, farqi yo'q. U futbol MMAga moslashib ketgan kurashim. O'sha vaqt keldim, kurash qilar ekan. Ichida bolalar bor edi, kattalar bolalar bor edi. Kurashdan chiqqan bolalar bor ekan. Xullas, o'sha yerda endi Alloh nasib ekan. O'zimni bir o'rnatgan ko'rsatdim aka. Hafta mana men xursand. Eng asosiysi men xursand aka. Lekin shunaqa xursand bo'lgan. O'sha vaqtda esimda aka. Yaxshi kurashganman, katta listda kurashchilar bor degan vaqtim aka. Ularni qiynaganman-da. Mendan bir 30 kilo qat bo'lsa edi. Yashab olganman aka. To'lmaganman aka. Endi hozir aytaman, aka men Akbarga aytaman aka. Akbarga aytaman, xotinimga shu bolalarga aytaman-da. O'sha vaqt kelgan vaqtdagi holatimda aka. Men shu Dubay kelganimda aka shunchalar och bo'lganman aka. Shunchalar och bo'lganman jangga aka. Shunchalar menda motivatsiya bo'lganki, u vaqtda aka Alloh alam balki bo'lar, lekin meni o'ylashimcha u vaqtda aka men hech kimga yutqazmasdim deb o'ylayman-da. O'zi karyerangizda oltin olmay yutqazmagansiz-ku adashmasam. Ya u oltin aka endi o'zim vazn qo'yganman aka, uni o'zimcha oltin oxir jangda urushganimizda g'alabani berib olishgan aka. Lekin jangda men 100% yutganman aka, 100% yutganman. Mayli aka. Nima deydi? G'olibdan o'tgan qilmaydi kerak-ku. To'g'ri. Jang referendum bo'lgan men aka. 100% yutganman-da. Xato o'zimdan qayerdagi bo'lmadi, sektoradagi bo'lmas promosiyonlar urushganman-da o'zim. O'sha yerda borib urushganman. Timbol 70 ga urushganman aka, 70 ga urushganman. Men oxirgi 3-4 ta jang hammasi 70 da o'tgan aka. 70 ga sal kichkina atlaman degan iloji yo'q. O'sha vaqt Mirko rosa harakat qilib jang topardi. Ular aka bayslar ko'pchilikga qabul qilmasdi-da. Balki kurashishga emas, buni miprosharni faqat aka chiqib qoldi. Faqat shu aka 70 ga to'g'ri keladi bayslar. Biz qabul qilamiz. 70 kilogramda jangni qabul qilishingizni sababi pulsizlikmi yoki qaysi ochlik, ya'ni pulsizlikdan ochlikmi yoki jangga ochlikmi? Jangga ochlik aka, jangga och. Endi O'zbekistondan aka men qiyinchilik bilan kelganman aka. O'sha vaqt to'g'risida men aka O'zbekistondan kelishimdan bir 6-7 ta olimlarga qamoqdan chiqqanman aka. Endi xato o'zimdan bo'lar aka, bular bo'lmasa aralashib yurganman, o'zim burnimni siqib, o'shanga jazomni olganman. Qamoqdan chiqqandan keyin ancha qiynalib yurganman-da aka, oilaviy qiyinchilik boshqa. Jangga aka shunaqa bir jangga chinoqlar bo'larki, menda jangga bir ochlik bo'larki, chunki menda shundan boshqa yo'l bo'lmaganda pul topadigan yo'lim aka. O'sha vaqt shunaqa tushunganman, yo'q, meni tashqi yo'q deganman aka. Birinchi jangimda ham aka Mirko 7 yil bola aka, 7 yil bolani olgan Mirko, maslahat olganmiz. Biroz aytgan 7 yil. Nima olamizmi degan. Biroz ham ikkilangan. Jangni ko'rib chiqqanman, coach men buni aytaman deganman. Biroz odam biladi. Biroz odam o'yin bu aka, yetishimizni bilib yutamiz deb olganda u ham. Olganmiz jangda u bola 7-0 aka, Timbol 70 ga olganmiz. Bu bola 70 ga vizam bilan borgan shekilli. Xabarim bo'lmagan aka u. 70 ga o'tib ketgan tarozdan. Nima do'shimiz? Chekram degan tomoshin bor ekan, o'sha Dubayda bo'lgan. O'shanda urushganmiz, ular chal urushganman, yutganman, o'sha raundga yutganman. Undan keyin o'sha jiddiy bo'layapti aka. Jiddiy bo'laydi, rostdan yaxshi urushadi. Hamma tomonlama yaxshi, kurashim yaxshi, intuitsiya yaxshi aka. Jiu-jitsu musobaqaga chiqib o'tirardi-da. O'sha va urush o'tgandan keyin ko'p jangchilarga olmay qolishgan aka. Ko'p jangchilar olmay qolishgan. Endi o'yin bor aka, o'yin. Masalan, masalan, o'sha 3 yil bo'lganman aka. 3 yil bola 15 yil bola, 10 yil bola urushmaydi aka ular. Ularga minus.
Ha, ular yutishi ham mumkin aka, yutqazishi ham mumkin aka. Yutsa ularga foydasi yo'q. Hımm. Hımm. Yutsa aka darajasi sinadi. Hımm. Sanaqa tomonlari bo'lganda balki, shuning uchun yaxshi mayslar berishgan. Mentor ko'p ko'p jang topardi aka, Vonisdan topardi. Hımm. Hozir, Oztaga yurtlarku uda, Vonisida. Hımm. Pardayev. O'sha Oztaga ham Pardayev Oztaga ham juda ko'p bahs berganlar aka, juda ko'p jangchi berganlar, juda ko'p jang bergan. Hımm. Ular ko'pchilik olmagan. Bir marta 70'ga bergan, 70'ga biz olmagandik. 70 katta deb. Hımm. Katta bola ekanda aka. Qolgan vaqtlar ular bahslar olmagan. Endi uровень aka, uровень. Yarim bor ekan, meni uровень bor ekan, menda kuchlar bor ekan. O'shanga qarab berardi. O'sha meni uровень atrofimdagilar olmasdi aka. Hımm. Hımm. Endi nasib ochmaganman. Bundan keyin o'sha vaqt ancha yurdim aka. Shunaqa jang olinmay aka. Jangga tayyorlanaman, kimdir oladi. Qaysi promotiondan jang beradi. Jangga tayyorlanaman. 10 kun qolganda, 15 kun qolganda atmay qoladida jangni. Hımm. Podkastlarni. Tam qoldi, boshqa qoldi. O'shanaqa vaziyat bir 2-3 marta bo'ldi. O'shanaqa bo'lib aka 1 yil 2 yil ketdi-da. 1,5 yil o'tib ketdi kamida. 1,5 yil. Hımm. Keyin Akbar keldi aka zalga. Hımm. O vaqt Akbar kelishdan oldin bola kamayib qolgandi. Keyin Akbar bilan boshladik Akbarga. Qaysi Akbarga ya'ni murabbiylikni deyapsizmi? Yo, Akbar keldi. Akbarda ham o'sha Akbar kelishiga sabab shu Miko bo'lgan ekan, Mirzo bo'lgan. Mirzo bilan gaplashib, u keldi Ziborga. Akbar keldi. Ziborga kelib qolib ketganlar keyin Akbar aka. Ziborga bo'lib ketdi Akbar ham. Bu yerda nima bo'lgandi aka? Ishkal bo'lib ketib qoldimi? Ya ishkal emas, aka bu nima bo'lgan? Shu Surxondaryoda bo'lgan-ku urush, jang. Jang Surxondaryoda bo'lgan. Shuning uchun nimadan keyin, g'alabadan keyin endi o'zimizda hammasi yugurib tabriklash uchun ishga kirib ketgan ekan. Xursandchilikdan. Topganda. Endi xursandchilikdan ko'pchilik o'sha urush bo'lgan deb o'ylaydi aka. Dubayda juda ko'p dunyo yulduzlari bilan shu MMA'da shug'ullanadigan dunyo yulduzlari bilan ko'rishgansiz va qaysilaridir bilan sparring o'tkazgansiz, qaysidirlariga murabbiylik qilgansiz. Qaysi biri sizni nima deydi, ko'proq hayratlantirgan, ya'ni misol ko'rishguncha siz unga unaqa nazarda bo'lmagansiz, yaxshi yomon farqi yo'q. Qaysidan ko'proq narsa kutgansiz, qaysidan kamroq narsa kutgansiz va haqiqiy hayotda sizni qaysi biri hayratga solgan? Agar sportchilar gapirsam, jangchilar gapirsam aka, kelgan vaqtim aka, sport masalasida bo'lsa, kelgan vaqtim o'sha ko'p aka, juda ko'p nimalar kelgan bizga. O'sha именно men kelgan vaqt aka, tanmasdan kelgan Nazarboyga bolalar aka, chetdan. Ko'p esida bolalar ham kelishgan aka, ko'p bahslar ham ko'p kelishgan aka, jangchilar ham kelishgan aka. O'sha eski chempionlar ham kelishgan aka. O'shalar bilan meni ishonchim o'zimga baland bo'lgan aka. Ishonchim o'zimga shuncha baland bo'lgan aka. Hayratlanadigan nima bo'lmagan-da. Endi o'zimni besimni atrofida man o'sha o'zimni vaznim to'g'ri keladigan bolalar bilan sparring qilganman aka. Ustunlik qilganman har doim aka. Yo'q, ya'ni qilganman. nafaqat bu yerda o'zi sportchi sifatida deyapman, murabbiylik sifatida ham qaysigadir lapa ushladingiz, qaysidir oyog'ini qo'ydingiz, qaysidir qo'lini qo'ydingiz, misol Hamza Chimayevlar bilan adashmasam ishladingiz, Pejlar bilan ishladingiz, Mavsar Yevloyevlar bilan ishladingiz birgada, murabbiy sifatida. Yo'q aka, men u vaqtlar aka, u vaqt murabbiylik boshlamagandim aka. Ular kelganman. Mavsar Yevloyev kelgan. So'ng shunda Mavsar Yevloyev kelganda hisobga aytgan, mana shu Mavsar seni reysingdagi bola shu. Yaxshi ko'rishadi bu ham. Agar Abu Dabida urushsang, tayyorgarlik kelsang, Dubayga kelsang, senga yaxshi para beradi deb aytganlar-da. So'ng aka ko'rishganmiz. Tanishganmiz Mavsar bilan. Lekin Mavsar bilan bir marta ishlamaganman. Mavsar rostdan Mavsar o'zimda eng yaxshi bo'lgan jangchilarimdan biri aka. Uni dahaniyasi aka, oxirgi vaqtda aka stokalari ham ancha o'sdi uni. Bokslari ham zo'r bo'lib qolgan hozir. Mavsardan
Aka men har doim Hamzatdan, Habibdan, Islomdan shulardan ko'rib o'rganardim qanidan. Ustozlarim ham o'shalarda o'shalarda stilda ishlab o'shalar stiliga yaqinroq va vazifalar berishga harakat qilardi. Hamzat to'g'ri bir jangchi Hamzat. Hamzat kelganimda ham aka Hamzatdan so'raganman, boshqa qilganman, o'rganganman Hamzatdan aka. Har doim. Masalan, xatolarni so'raganman shu yerda masalan kirishda qanday, urushda qanday bu momentlarni so'raganman-da. Hamzat judayam skromli, judayam bir oddiy inson. O'sha oddiylikni aytyapsiz-ku, shunaqa savol o'yladimki, shunaqa savol bor ediki, siz mana hozir dunyo yulduzlaridan sportchilar, ya'ni shu UFC'da jang qiladigan, PFL'da, Bellator'da jang qiladigan va Championship'da jang qiladiganlar bilan bir zalda mashg'ulotlar yig'inini olib borasiz. Agar shunaqa imkoniyat berilsa, misol shunaqa savol borki, siz insoniylik sifatida, ya'ni ham xokisor, ham zo'r jangchi sifatida 3 tasini ketma-ket qaysi biriga 1, 2, 3 qo'yish kerak bo'lsa, kimlarni 1, 2, 3-chi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz? Bizga kelgan jangchilardanmi? Ha. Michael Pechni birinchi o'ringa qo'yaman aka. Aha. Insoniyligi, samimiyligi, uni aka oddiyligini ko'rib hayron qolganman aka. Shunaqa hayratlanganman aka uni oddiyligini ko'rib, kamtarligini ko'rib. Urush, masalan, jang qilish o'rigini aka judayam baland. Ko'rganman-da, rostdan aka shunaqa mazza qilganman sparring qilishni ko'rib aka. Ikkinchisi Hamzat aka. Hamzat shunaqa kamtar. Joyi kelganda sparringda Hamzat judayam agressivni aka. Ya, endi u tushunarli u. 3 Cody. Bu Cody ham вообще Cody judayam oddiy bola Cody. Bu xabaringiz bo'lsa, eski chempion bo'lgan. Eski chempion edi bu. Judayam mashhur bola jangchi edi. O'sha kiyim almashtirish mavzusida turganman-da aka. O'zim ham Dubayda yangi edim. Kelganimga bir haftami bo'lgan. Kiyim almashtirib, shu mashg'ulot tayyorgarlik ko'rib turibman. Cody kirib kelgan. Endi bu vaqtdagi Cody men uchun yulduz. Cody hozir ham men uchun yulduz aka. Hozir ham yulduz haqiqatan. Endi qotib qolganman-da aka, endi ko'rmaganman-ku bunday mashhur jangchilar ortidan. Da. Cody shunday kelgan-u aka. Shunday kelgan-u aka, shunday qo'lini cho'zganda. Voy badr degan aka. Kamtar aka. Bu cho'qqidan yurgan, cho'qqidan chiqqan jangchilarning hammasi judayam kamtar aka, hammasi. Mavsum aka, hammasi. To'g'ri. Alloh ham aka nimaga insonni endi Alloh biluvchi insonni xarakteriga boshqasiga qarab beradi-da aka. To'g'ri. Xo'p, akajon, mana chet elda o'zbekni aldab ketadi, o'zbekka hiyla qiladi, pulni oladi, aldab qo'yadi degan gaplarni eshitardim-da, jahlim chiqardi-da. Nimagaki endi 5 qo'l barobar emas, hamma har xil degan fikr kelardi-da, misol uchun. Yaryerni ham qilmagan orzu, har yerda bor tosh tarozi deydi-ku, shunga o'xshagan. Har xil inson bor, san uchrab qolganing shunaqadir derdim-da, va mana sizlarni hozirgi komandalaringiz, jamoalaringizda, sizlarni hozirgi jamoalaringizni ko'rib, men o'sha payt u bolalarga qarshi nima deydi, dahanaki bo'lsa ham jang qilganimga xursandman, sababi hamma o'zbeklar bir bo'lib, nima deydi, haqiqiy kuchni ko'rsatyapsizlar, jamoaviy birga ishlayapsizlar yoki sizlarni o'rtalaringizda ham qanaqadir faqat nima deydi, millatdosh sifatida emas, balki qanaqadir moddiy tomonlama ham manfaat bormi? Yo'q aka, bizda hech qanaqa o'ylaymanki moddiy manfaat yo'q deb o'ylayman aka. Endi aka tushunmovchilik shunaqa tushunmovchiliklar hamma joyda bo'ladi aka, har bir millat ichida bo'lib turadi aka. Bunaqa narsalar bizda ham bo'lib qoladi, lekin aka masalan jang masalasida aka nima bo'lishidan qat'iy nazar aka, mana shu o'zbeklar bilavzalmi aka, vahmonmi aka, har doim aka o'zi jangga tayyorgarlikmi aka, hammasi iloji boricha yordam kelishadi aka.
Beminnat. Beminnat aka. Yo'q, bundan hech qanday nima yo'q aka. Hech qanday manfaat aka. Kimgadir pul ham to'lamaydi aka. Hmm. Bizda masalan aka, bizda masalan foizga boshqa yashamaymiz aka. Faqat chista aka. O'zimizni millatimiz obro'yi uchun aka, hammasi. O'zi mana ba'zida vatanni sevib, vatanga bo'lgan muhabbatini aytadigan odamlarga laganbardor degan nima deydi, ta'rif berishadigan gaplarni eshitib qolganman-da. Ya'niki kim vatanni sevsa, sen laganbardorsan deyishadi. Savol shundaki, vatanni sevish laganbardorlikmi? Ular aytgan odam o'zi laganbardor aka. Nimaga qanday aka vatanni sevish? O'sha gapni aytgan odamni o'zi ikkiyuzlamachi aka. Vatanni sevmay bo'ladimi aka? Vatanni sevib bo'ladi. Qanaqa bu? Vatanni sevmoq aka iymondandir degan. Iymoni bor odam vatanni sevadi aka. Iymoni yo'q odamni aka u insonsiz odamga vatanni ham qizig'i yo'q. Oilani ham qizig'i yo'q, hech birovni qizig'i yo'q aka. Inson odam vatanni yaxshi ko'radi. Endi o'zi aslida laganbardorlik bu anaqa deb o'ylayman. Nimadir manfaat kutish kerak-da. Vatanni sevishda hech qanaqa manfaat bo'lmaydi-ku. Vatanni shunchaki sevasiz-ku. 100%. Aka vatanini qizig'i yo'q odamga aka. Vatanni men o'ylaymanki, balkim nohaqman aka. Vatanni yaxshi ko'rmaydigan insonni, vatanining qizig'i yo'q insonni aka, or-nomusi yo'q aka. Or-nomusi yo'q. Millatdan uyalgan insonni aka, millati haqida, masalan, millatini past ko'rib gapirgan insonni aka, or-nomusi yo'q. Bu haqiqat aka, masalan, uni bunday bo'lsa ham, bunaqasiga bo'lsa ham aka, haqiqat. Yomon odam aka, masalan, or-nomusi yo'q odam o'zining millati haqida, u o'zining millatining ichida aka, otasi bor, onasi bor aka, o'zining bolalari bor aka. Bu millat aka, vatan odamning, insonning borlig'i-ku bu. Bitta gap bor aka, nima? Rimni alishmasman, beda poyingga degan gap bor. Vatanni bitta yaprog'i ham aka, vatanni bitta yaprog'iga ham teng kelmaydi boshqa joy. To'g'ri. Prosta jahlim chiqib ketdi aka, sizdan so'rab yoki Abror muhtaram bilan intervyu qilsam, shu gap savol beraman, qarab turing. Shuna yuragimga qolib ketdi-da, shu gap juda yuragimga qolib ketdi-da. Aka, bu narsani qarang hozir, masalan, sizlar aka, sizlar ommaga olib chiqishlaringiz kerak-da aka. Shu narsani endi sizlar kuzatishadi aka. Xalqimizda vatanparvarligi uyg'onmasa aka, masalan, ertaga qaysidir mamlakatga qaram bo'lib qolishimiz mumkin edi aka. Shunaqa. O'shaning uchun aka vatanni sevish, vatanni aka vatanni ardoqlash, vatanni sevish bizda har birimizning burchimiz. Endi o'zbeklarning ko'pida bor aka, bizda vatanparvarlar ko'p, bizda qonimizda bor aka u. Vatanni himoya qilish aka. Butun jamoa bo'lib birga mashg'ulot qilayotganlaringizda, o'sha butun jamoa bir xil mashg'ulot qilishga majburmi? Ya'niki hammaga vazifa bajarilsa, hammaga bir xil vazifa berilsa, hamma o'sha vazifani qilishi shartmi? Albatta aka. Agar misol jamoa bilan bir xil vazifa berilganda, bir xil vazifani qilmasdan qilmagan sportchiga qanday jazo beriladi? Qilmagan sportchiga endi bizda unaqasi bo'lmabdi aka. Murabbiy bo'lib bu narsani sezmadingiz, lekin men buni sezganman. Miravzal akaga qanday jazo berildi va Miravzal aka Coach. O'zi coach. Endi coachga jazo berib bo'lmaydi. Chunki coach o'zimga ham ustoz aka. Lekin o'zimga ustoz. Boksni qo'yib bergan aka. Bu kishiga jazo berolmaymiz aka. Qolgani jazo oladi lekin. Miravzal akaga erkinlik bor. Erkinlik bor. Oxirgi savolimiz, birinchi bo'limning oxirgi savoli. Sizlarni o'sha, ya'niki sizlarni jamoalaringiz deb oladigan bo'lsak, Furqat akam, Miravzal aka, Akbar aka, siz o'sha ko'pchilik aytadiki, aynan shular, misol Xotam akalar bor. Ko'pchilik bor. Ya'ni hozirgi misol sizlarning jamoalaringizdan men sanadimki, bular hammasi UFC'ga jang qila olishi imkoniyati 100% bor. UFC jangchilaridan kam joy yo'q. UFC darajasidagi sportchilar deyishadi, lekin nimaga hali ham UFC'da emaslar? Endi aka, UFC'ga
UFC'ga inshaalloh Akbar yaqin aka, Xotama yaqin aka. Furqat aka o'sha eshigini oldidan qaytib keldi aka. Menimcha Furqat akaga kimlardir va'da bergan shekilli aka, bitta ikkita yutsang yana olamiz UFC'ga deb aka. O'zi prямой gaplashgan shekilli. Miravzar aka ko'chami yaqinlar manimcha? Kochni Pensilvaniya kontragi bor aka. Bitta. Kochga yaqin, Koch yaqin aka. Koch o'zim yaqin. Bilmadim endi, balkim o'zi aslida o'sha Amerikaga ketish sababi o'sha. Akbarni ham aka, Miravzalni ham o'sha yerda bo'lib kiraylik. Zora nima kirib ketsa aka UFC'ga. Hop. Akbar xabaringiz bor aka, Akbarni oxirgi jangini aka Zasuliyev favorite aka. Akbar yutgan 100% jangini. O'sha yutqizgan, o'sha Akbarni yutgan bola aka. Hozir UFC'da. Yaxshi natijalar ko'rsatyaptimi yoki qanaqa? Birinchi jangini u dasturxondan oldi aka, man qisqa vaqtda oldi, yutqizdi. Lekin 3 ta kontragi bor-da. Yana 3 ta kontragi bor. O'zi Akbar akaga men o'zim ham ko'p aytganman. Endi misol sizni fikringiz qanaqa? Ya'niki jangda shou elementli harakatlarni kamaytirishlari kerak emasmi? Emotsiyaga berilishlarini sal kamaytirishlari kerak emasmi, to'g'riroq aytganda? Yo'q, Akbar aka buni Akbar momentini biladi aka. O'zi momentini biladi. Ha. Joyi keladi o'sha shovusini qo'ladidan yana o'sha uradi aka. Bu tomondan yaxshi aka. Shu uchun ham Akbarda, to'g'rimi? Uni qilmasa bo'lmaydi. O'sha ancha Akbar. Akbar aka kelajagi bor bois. Kelajagi juda ham yaxshi bois aka. Stoykada ham aka, kurashda ham aka. Akbar har doim Akbarga jangchi topish muammo aka, har doim. Ishoning 20 ta jangchi kiradi aka. Har doim kamida. Mana shu Manguda ham 20 ta jangchi almashish shekilli aka. Boshda olib qo'yadi aka, boshda olib qo'yadi, keyin Akbar tanishadi-ku. Bizga Dubayga ko'p hamma mamlakatdan zbor kelishadi aka. Bilmay olib qo'ygani ham aka, baribir aka 10 kundan keyin aytmay qo'yishadi. Xo'p, endi ikkinchi bo'limga o'tamiz akajon.